Millionlarni yig'latib ketgan afsona. U xavf xatar bilan yashardi. U xavfni bo'ysundirib, uni o'z uslubiga aylantirardi. Har bir xavfli burilishda u dunyoga doim bir narsani isbotlardi. Qo'rquv bu to'siq emas, u shunchaki seni kim ekaningni ko'rsatadi. Uning o'zi esa kim ekanini hammaga ko'rsatib ketgan afsona. Ken Block, asfaltdagi san'atkor, tezlikdagi afsona. Ken Block 1967-yil AQShda Kaliforniyada tug'ildi. U bolaligidan doim erkinlikni tanlardi va balans bilan ulg'aydi. Skateboard, BMX, snowboard, bularning har biri unga bir narsani o'rgatdi. Qo'rquvni his qilib ham nazoratni yo'qotmaslikka. 1990-yillarda u DC Shoes brendini dunyoga olib chiqdi. Pul topdi, muvaffaqiyatga erishdi, lekin bularning hech biri u izlagan hisni bermadi. Ko'pchilik 30 yoshdan keyin tinchlanadi, lekin Ken Block esa aynan o'sha vaqtda o'zini yo'qotishdan qo'rqib rulga o'tirdi. Shundan keyin esa u 2005-yilda ilk bor professional ralliga kirib keldi. Ralli unga tartib berdi, ammo erkinlik bermadi. Shunda Ken Block bir qaror qildi. Agar bu sport mening qoidalarimga to'g'ri kelmasa, men qoidalarni o'zgartiraman. U driftni shouga, rallini san'atga, xavf-xatarni esa o'z uslubiga aylantirdi. Hech kim u kabi haydamasdi. Hech kim u kabi o'zini xavfga qo'ymasdi. Hech kim u kabi avtomobilni his qilmasdi. Ken Block oddiy poygachi emasdi, u harakatni boshqaradigan inson edi. 2008-yilda Ken Block Gymkhana orqali avto internetda yangi davrni boshladi. Gymkhana bu avtomobil bilan inson o'rtasidagi mutlaq ishonch. Bunda rasmiy trek yo'q, qoida va cheklovlar yo'q, faqat asfalt, to'siqlar va millimetrlar bilan o'lchanadigan nazorat bor. Uning videolari 100 milliondan ortiq ko'rilishlar bilan tarixga kirdi. U driftni faqat sport emas, san'at ham bo'lishi mumkinligini isbotladi. U avtomobil shou degan tushunchani butunlay o'zgartirdi. Ken Block falsafasi doim bir savoldan boshlanardi. Nega yo'q? Shu savol bilan u 2010-yilda Hooniganga asos soldi. Hooniganda ideal yo'l shart emas, ideal sharoit shart emas. Bu yerda jasorat, nazorat va uslub shartdir. U avtosportni qimmat tribunalardan ko'chalarga olib tushdi. Professionallikni xalqqa yaqinlashtirdi va qo'rqma, sen ham sinab ko'r degan madaniyatni tarqatdi. Hoonigan orqali Ken Block minglab yoshlarga shunday dedi: avtomobil bu vosita, rul esa qo'rquvni yengish quroli. Bu harakat brendga aylandi, brend esa butun dunyoda madaniyatga. 2023-yil yanvar, Yuta shtati, qor, sukunat. Ken Block qor mototsiklida halok bo'ldi. Bu poyga emas, bu shou emas, bu uning haqiqiy hayoti edi. Dunyo jim bo'ldi, avtofanatlar jim bo'ldi. Afsona esa millionlarni yig'latib ketdi. Afsona ketdi, lekin u qoldirib ketgan narsalar bu qo'rquvdan ustun bo'lish madaniyati edi. Afsona ketsa ham, lekin u qoldirib ketgan narsalarning barchasi avtofanatlar qalbida abadiy yashaydi.